Ahli sunna val jamoa e'tiqodiga ko'ra, agar biror bir kishi iymon keltirsa-yu, lekin amallarni to'liq bajarmasa, u dindan chiqmaydi. Mana shu eng katta nuqta. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunga ishora qilib aytdiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sadaqallohul azim. Tahrim surasining 8-oyatida: Ey iymon keltirganlar, Allohga chin tavba qilingiz, shoyatki Robbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatga kirgizsa deydi. Mana shu oyatni qarang. Daqiq nuqtasi bor. Oyatning so'zi ey iymon keltirganlar deyapti. Demak, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deydiganlar nima deyapti? Tavba qilinglar deyapti. Nimaga? Demak, ashhadu an la ilaha illalloh deb va anna Muhammadar rasululloh degan inson gunoh qilishi mumkin degan. Mo'min gunoh qilishi mumkin degan. Ana shu gunohinglarga tavba qilinglar deyapti Alloh taolo. Ba'zilar nima deydi? Mani so'zimni oxirigacha eshitmasdan xulosa qilmanglar, bir namoz o'qimayotgan insonni ko'rsa bu kofir deydi. Haligi insondan so'rasangiz, kimsan? Siz musulmonman deydi. Demak, namoz o'qimagan uchun kofir desak bo'ladimi shuni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytdilar: "Kullu bani adama xatta'un va khayrul xatta'ina tawwabun." Har bir inson borki xato qiladi, lekin o'sha xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiladi deganlar. Musulmon insonda xato bo'ladi. Gunohsiz inson bo'lmaydi, ma'sum inson bo'lmaydi. Payg'ambarlar ma'sum, lekin inson borki xatosi bo'ladi. Demak, mo'min inson xato qiladi. Demak, xato qiladi degani gunoh qilishi mumkin bo'lgan insonga kofir deyishlik joiz emas deb turib, mana shu hujjatni keltiradilar. Lekin bu so'zimiz bilan mo'minlikni da'vo qilib namoz o'qimay yuravering, roza tutmay yuravering, pulingiz bo'lsa ham zakot bermay yuravering, imkoningiz bo'lsa ham haj qilmay yuravering demoqchi emasmiz. Bunga yo'l ochish yo'q. Mo'minmisan, mo'minligingni namozing bilan, ro'zang bilan, zakoting bilan ko'rsatib qo'y deymiz. Lekin hukm borasida keladigan bo'lsak, namoz o'qimagan insonni kofir deyishga haqqimiz yo'q. Tasavvur qiling, bir qarindoshingiz bir insonni qizini kelin qilyapti. So'rasangizki, kelinning otasi namoz o'qimas ekan. Nima bo'ladi endi? Sen kofir qizini kelin qilayotgan ekansan deymizmi? Shunaqa deymizmi? Savol beraylik o'zimizga. Bir namoz o'qimaydigan ayolning qizini olsangiz, u ayol kofir hisoblanadimi? Qachon kofir bo'ladi inson? Qachonki musulmon bo'lib turib, namoz farz emas desa kofir bo'ladi. Haj farz emas desa, roza farz emas desa, unda kofir bo'ladi u. Uni sarohatan biz kofir deymiz. Lekin Allohni bor deyapti, namozni farz deyapti, fosqlik qilyapti, o'qimayapti, gunoh ish qilyapti. Shu uchun Moturidiy bobomiz 11 asr oldin bizga shunday bir qolip tashab ketdilar. Bugun ba'zi bir qon to'kilayotgan joylarda mana shu e'tiqodni buzayotgan insonlarning ortidan bo'layotgan narsa. Namoz o'qimayaptimi, kallasini og'ir, u musulmon emas deyapti-da. Shuni orqasidan janjal chiqyapti. Vaholanki u kallasi olingan emas. Ashhadu an la ilaha illalloh deydi. Kallasini olayotgan ham shu gapni aytadi. Ana endi dunyoni ko'rsangiz, musulmonni qon to'kiyapti deyapti shu. Imom Moturidiy rahmatullohi alayhi 11 asr oldin kitoblarda mana shu narsani muammosini yechimini aytib ketganlar. Shu uchun bugun u kishining kitoblari o'rganilib, tatbiq qilinayotgani sababi insonlar o'rgansin, bilsin, xato qilmasin ma'nosida.